Bizni jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizga Anvar aka tashrif buyurdi. Pardachi Anvar akam taniganlar bor a. Birinchi jannat qasrimizni qurganimizda ham pardalarni buyurdi. Duo qilib qo'yasizlar. Rahmat. Pardalarni qo'shib keldik-a? Jannat qasrimizga oson emas. Xizmatiga yetishgan Alloh rozi bo'lsin. Hamma bizlarning hamma savdolarni o'z qilamiz inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yasizlar Anvar akamki. Ularda inshaalloh hammasi Sizlarda pardani materialini oladigan bo'lsa, shunday kevazlarni o'z beradi. Hozir ham shunday xalqimiz beradi bu. Dashtobodda Jizzaxga ketish yo'lida Anvar pardalar olami bor. Siz materiallarni o'zingiz shunday olasiz. Bular tikish xizmatini shunday 100% qilib berasizlar. Anvar akam. Pastga nomerlarni ham qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'laveradi. Rahmat sizga.